Hammaga assalom. Bugun yangi sezon, ya'ni 4-5 yangilanishdagi dastajeniyalarni qanday bajarishni ko'rib chiqamiz. Bizda birinchi dastajeniyamiz mana shu bo'ladi va uni bajarish uchun hozir o'yinda ko'rsatib boshlayman. Mana matchni ham boshlab oldik. Bu topshiriqni bajarish uchun mana bu yerga bir marta, bu yerga bir marta va mana bu yerga bitta animatsiyani qilishingiz kerak. Bu yerga ham bir marta, mana bu yerga va yana mana bu yerga bir martadan tushishingiz kerak bo'ladi. Xo'sh, menimcha sizlarga eventga tushganimni ko'rsatishim shart emasdi. Menimcha o'zinglar ham bilasizlar, event mana ko'rsatib qo'ygan. Va mana Playzone degan yerda mashtibasda bo'ladi bu joyimiz. Buni ustiga mana buni kelasizlarda ochasizlar, keyin ichiga kirishingiz kerak bo'ladi. Ichidan sizlarga yaxshigina lootlar chiqishi mumkin. Agar yaxshi deb hisoblasanglar yaxshi bo'ladi. Xo'sh, bizning ikkinchi lokatsiyamiz bu mana bu kema. Mana bu yerda ham nimadir qo'yishibdi, lekin mana bu kecha avval kunlari yo'q edi, ko'rmagandim. Mana ko'rishim kerak men. Milton pasidagi o'sha ko'prikka borishingiz kerak. Mana siz bu yerga yetib kelganingizdan keyin odam bor ekan, odam ko'prigi topildi degan yozuv chiqadi. Men o'yinda o'lib ketdim va boshqa match boshladim. Shuning uchun davom etamiz. Bizning 5 yoki 4 lokatsiyamiz bu. Mana bu skulda joylashgan Ninjalar akademiyasi deb nomlanadi. Bu yerga tushganingizda ham sizga Ninjalar akademiyasi topildi yoki yozuv chiqadi. O'sha yozuv chiqqandan keyin siz bu yerga kirgan hisoblanasiz. Topgan ya'ni. Aytgancha, bu yerga tushganingiz uchun ham sizga mana bu yerda qo'shimcha jon beriladi. Ko'rgan bo'lsangiz agar. Yoki 6 sangiz mashinaga kelsangiz bo'ldi, o'zi yozuv chiqadi tepada. Mashinasi topildi degan. Shundan chirganmisizlar yo'q. Mashinasi ham kecha yo'q edi, lekin 100% esimda kecha yo'q edi. Kecha yo'q edi. 100 TL esimda. Odam keldi. Kilisani bolasimi qotganini. Mayli, bunga e'tibor bermaymiz. Bular hammasi oddiy narsa. Bu rangsizda ham olsam bo'ladi-yu, mayli. Короче, nazardan chiqmaymiz, o'lib ketsin shunaqa xodamlarga. Nima deymiz? Insof bersin deymiz. Kilisaga o'xshab kutib o'tiradi dalshi. Haroma bilan. Mayli, uni qo'yib turib, endi yangi lokatsiyalarga o'tamiz. Bizning keyingi lokatsiyamiz hospitaldagi yashirin barg shifoxonasi bo'ladi. Va hozir men mashina topib o'sha yerga borishga harakat qilaman. Mana masha shavchalarga borish kerak ekan. Ashaga borib animatsiya ko'rmasanglar
O'sha yerda mana shunaqa qilishgan. Mana bu yerda 2 kishilik animatsiya bor. Do'stlar bilan yoki dushman bilan qilasizlarmi farqi yo'q, bajaruvlar. Men dushman bilan qildim. Keyin sizlarga life hack deb вообще qichiqlar. Mana bunaqa. Ikki baland bo'lmaydi, ketmaydi. Odam ham ko'rmaydi sizlarni. Mana sizlar bilan bugun mana shu lokatsiyalarda ko'rsak, agar video foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlarga men oxirida hattoki mana life hack ham ko'rsatyapman masalan. Endi kerak bo'lib qoladi-yu, ba'zi rank ko'taradiganlar. Sezon rank ketgandan keyin. Shuning uchun men mehnatimni qadrlagan holda qo'linglardan kelgancha like va obunani bosib qo'yinglar. Hammaga xayr.